So'z yodlashi to'p bit usuli. Agar bu usulni men ertaroq bilganimda 5-6 daraja so'zlarni allaqachon yodlab tugatgan bo'lardim. Hozir mana shuni men sizga 30 sekund o'rgatib qo'yaman. Qanday qilib deysizmi? ChatGPT bilan. Yodlamoqchi bo'lgan so'zlaringizni ChatGPT ga yozib chiqasiz yoki tayyor kopiyasi bo'lsa, uni yuklab olasiz va ChatGPT ga quyidagicha buyruq berasiz. Ushbu so'zlar ishtirokida eng zo'r mnemonik usulda kulgili hikoya tuzib berdingiz va qavs ichida o'rganayotgan so'zlarim bo'lsin deb ChatGPT ga buyruq berasiz. Nega kulgili deysizmi? Chunki o'zimizdan kelib chiqsak, eng xafa bo'lgan va eng miriqib kulgan onamizni uncha-munchaga esdan chiqarmaymiz. So'zlarda mana shunaqa kulib yodlang, yig'lab emas. O'zingizga ma'qul kelgan hikoyani kamida 10 martadan ko'p takrorlab, yodlab olganingizdan keyin ChatGPT ga quyidagicha yana buyruq berasiz. Yuqoridagi so'zlar ishtirokida test tuzib berdingiz va sizga ChatGPT test tuzib beradi. Mana shu testni yechib ko'rasiz va holatingizdan kelib davom ettirasiz yoki yangi so'zlarga o'tib ketasiz. Shu yerda bitta narsani unutmang. Yodlagan so'zlarni takrorlamas ekansiz, unutasiz. Haftada bir haftalik, oyda bir oylik qilib yodlagan so'zlaringizni takrorlang. So'zlarni eslab qolishda otasi takrorlashtir. Agar video sizni qanaqadir muammongizga yechim bo'lgan bo'lsa, like bosing va mana shu videoni so'z yodlanmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda kutaman.